Embrion transfer amaliyotini bajarib oldik. Qizimizda jinsiy a'zolar sili bilan og'rigan qizimiz sil kasalliklarini butunlay davolarni tugatgandan so'ng ekoprogramma o'tkazildi va bugunga kelib hosil bo'lgan embrionlar bachadon ichi o'tkazildi. Birinchi qizimizda embrion transferdan oldingi holat bachadon ichidagi shakllanayotgan poliplarni guvohi bo'ldik va bu poliplar olib tashlandi. E'tiborli joyi shundan iboratki, bachadon shilliq qavati qon tomirlari kengayganligi va shilliq qavatni yuzasini notekisligini guvohi bo'ldik. Ushbu holat tegishli davo choralarisiz embrion transferiga ruxsat berilmaydi va davo choralari nihoyasiga yetgandan so'nggina embrion transfer o'tkazish mumkin. Keyingi bemorimizda esa bu bachadon ichi diagnostik gisteroskopiyasi o'tkazdik. Qizimizda bir ozgina surunkali endometrit alomatlari bo'lganligi sababli biopsiya bilan chegaralandik. Umid qilamizki, ushbu holatdagi histologik hamda bakteriologik xulosaga qarab surunkali endometrit tashxisi tasdiqlanadi yoki